moli bor, o'g'lingni deb kelishibdi uyimga. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri ishlab, ishiga borib, tinchgina yashayotgan, xalq uchun xizmat qilayotgan o'g'limni ertalabdan kelib, bular olib ketib so'roq qilamiz deyapti bular. Meni uyimga bostirib kirib, ertalabdan janjal qilib, mennas yuragimni yomon qilib, davleniyam oshirib. Meni o'zi keldim kasal. Nech повестка yuborib qo'yganingizlar? Повестка yuboradigan ish qilmagan, patamushda. Повестка yuborsanglar, boradi. Patamushda повестка yuboradigan ish qilmagan. Agar unaqa ish bo'lganda allaqachon yuvishardi. 10 marta aytdi, повестка yuboringlar. Ha. Abdurash. Sizning ismingiz kim? Muzaffar. Familiyangiz kimsiz o'zi? Mana shu muloqot olib ketishiga Muzaffar, oldingi safar. Mana shu odamni mana mana shu gaplashuvdi, sizdan kechiring. Nimaga asoslari meni tinchgina ishlab yurgan o'g'illarimni sizlar olib ketmoqchisizlar ro'vidiga men tushunmayman. Tushuntirib bering, qani, ayting. Siz onasimisiz? Men onasiman. Biza bilan bog'lansin, shuncha